Assalomu alaykum hurmatli Zoom foydalanuvchilari. Demak, biz bugun siz bilan birgalikda EduTizim sizga birinchi berilgan vaqtda qanday qilib Google orqali kirib olish va o'zingizning login parolingiz orqali qanday kirib olishni ko'rib chiqamiz. Mana shu joyda ko'pchilikda muammo bo'layotgan ekan. Demak, xo'p, platforma sizga linki berilgan vaqtda, demak, asosiy Google ga kirgan paytingizda Google Chrome bor. Rабочий stolni o'zidan kiradigan bo'lsak, mana Google Chrome o'sha orqali demak kirib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu joyga ko'pchilik yozib qo'yadi, EduTizim deydida yoki EduTizim deb qidiradigan bo'lsa, uni sayti va qaysidir holatda chiqib keladi. Mana shu joyga yozmaymiz, tepadagi mana qidiruv joyiga yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizdagi link berilgan, mana amu-webschool.eduzim.uz. Xuddi shu linkni siz ham o'zingiz markazingiz nomi bilan bergani bo'ladi. Xuddi shu holatda kirib olishingiz kerak bo'ladi va sizda mana shu oyna paydo bo'ladi. Endi telefon raqamingizni kiritasiz, 90 095 14 05 deymiz. Tasdiqlash holatini bosamiz va paroliga sizga berilgan login parol orqali kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Parolni ham terib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga kirishni bosadigan bo'lsak, xo'p. Demak, parol terdik. Xo'p, demak, endi kirishni bosadigan bo'lsak, bizda kirish holati keladi va sizda ham xuddi shu o'zingizga login parol berilgan holatda qaysi bo'limlar ochilgan bo'lsa, mana shu tarzda tizimga kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, tizimga kirish bo'yicha mana shu edi. Rahmat, salomat bo'ling.